O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf o'zining qisqa ammo mazmundor umri va ijodiy faoliyati davomida boy adabiy meros qoldirdi. Vatan ozodligi, xalq baxti, yurtning nurafshon kelajagini yonib kuylayotgan iste'dodli shoir asarlari millat e'tirofiga sazovor bo'ldi va qalblarda chuqur joy oldi. Kitob nafaqat shoirning ijodini sevgan va qadrlagan muxlislarga, balki barcha adabiyot ixlosmandlariga yaxshi tuhfa bo'ladi deb umid qilamiz. Vatan, ey menga ertaklar so'ylagan zamin, ergashib izingdan qolmasman sening, o'zgalar nazdida bog'i eramin. Jiydang yaprog'ida olmasman sening, vatan qayda bo'lmay sen hamrohimsan, bobolarim yotar sajdagohimsan. Oftob kelin tushgan bog'laring ko'rkam, yalpizlar istangan dala dashtlaring, osmonga to'shagan oq terak o'lkam, ko'nglimga o'zgacha sayru gashtlaring. Vatan qadrim uyi xonahohimsan, bobolarim yotar sajdagohimsan. Suyib suyim tanimga solgan sen cho'g'ni, poying o'psam arzir cho'kka tushibdiz. Sen-ku mangudirsan, men bormi yo'qmi, men qayda kunimni ko'rardim sensiz. Vatan jonga jondan yaqinrog'imsan, qavmim ildiz otar sajdagohimsan.